Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun sotuvda Cobalt avtomobilimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan 4-paysa avtomatik korobka Midnight. Mashinamiz obzorlar bilan tanishtiradigan bo'lsak, 4 ta yaxshi yumshoq balonlar taqilgan, kraskalari top-toza. Mashinamizning bir so'm xarajati yo'q. Salonlarini ko'rib turibsizlar, mana yangi turib salonlari yaxshi ko'rik-poliklar tashilgan, video registratorlari bor. Salonlari qirilib, chizilib ketmagan, apshikalari ham tiniq turibdi. Mana tarpechkalari, mana probiga keladigan bo'lsanglar 22.480 ming yurgan mashinamiz. Mashinamiz benzinda. Mashinamizning kraskalarini bemalol kelib tekshirtirib olsalaring bo'ladi. Biron joyda miyatina chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Vakuum joylari ham yo'q. Mashinamizning tan narxini $12,000 deb belgiladik. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib baraka qilib olib ketsa bo'ladi. Manzilimiz Jizzax shahri, prospekt Almas kafe ro'parasida ofisimiz. Mashinamizni mana hozir motor qismini ham ko'rsatib o'taman. Mana motor tomonlari juda ideal turibdi. Hamma joyi mitkasida turibdi. Abezlari bor. Motor galobkalariga kulush tegmagan. Kelinglar, ko'ringlar, ma'qul kelsa, baraka qilib olib ketinglar. Mashinamizning tan narxini $12,000 deb belgiladik. Naqd avtokreditga ham chiqadi.